Manzara juda chiroyli. Mana mana shu ko'rib turgan joylar 5 yildan keyin yangi shahar bo'ladi desam, menimcha hech kim ishonmagan bo'lardi, lekin ishoninglar, aniq shunaqa bo'ladi. Sababi mana ko'rayotgan bo'lsanglar, yangi Toshkent qurilayotgan joylardan yana biri Usmonobod mahallada turibmiz. Endi taxminan tushunarli bo'lish uchun mana shu atroflarda ertaga 2 yildan keyin topshirilishi kerak bo'lgan 55 ming kishilik stadion va uni orqa tarafida o'sha 100 qavatdan baland bo'ladigan, ya'ni tepaligi 600 metr atrofda quriladigan binolar hammasi mana shu liniyada bo'ladi. 5 yildan keyin kelsanglar bu yerlarni umuman tanib bo'lmaydi. Endi ko'ramiz, chet eldan kelib har xil investorlar pul tikishyapti. Ko'z tegmasin, o'zimiznikilar tikishyapti. Ba'zilar kattaroq sotuga, ba'zilar kichkinaroq sotuga. Endi kattaroq sotuv bo'lgan investitsiya uchun bitta zo'r deb bilgan joyimizga keldik. Turgan manzilimiz boyga aytgandek Usmonobod mahalla. Mana mana shu noturar 78 sotuqli joyimiz sotilyapti. Oldi tarafi ham uzunligi 155 metr, orqa taraf ham 155 metr, eniga oldi taraf 45 metr, orqa taraf 75 metr atrofda. Bir sotuq uchun $8300 deyapti. Real oladigan odam, ya'ni tepasida turib gaplashsa bo'ladi. Tegida nomerlarimizni qoldiramiz. Kimgadir qiziqarli bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.